Tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bugun yurtimizning eng chekka hududlarida ham nozik jarrohlik operatsiyalari amalga oshirilmoqda. Jumladan, So'x tumanida ilk bor buyrak ko'chirish amaliyoti o'tkazilganligi so'zimizga isbot. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bugun yurtimizning barcha hududlarida, ayniqsa eng chekka va olis tumanlarda ham o'zining yuksak natijalarini bermoqda. Bugun So'x tumanida ilk marotaba buyrak ko'chirish amaliyoti o'tkazilmoqda va mana shu jarayonda mahalliy kadrlar ham ishtirok etmoqda. Ushbu noyob jarrohlik amaliyoti tumanda ilk bor Akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi, Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining malakali mutaxassislari va mahalliy shifokorlar hamkorligida amalga oshirildi. Bemor E'joza Xolmirzayevaga 3 yil avval og'ir xastalik surunkali buyrak yetishmovchiligi tashxisi qo'yilgan. 1 yil o'tmay gemodializ muolajalarini ola boshlagan. Biroq kasallik terminal bosqichga o'tgani sababli uni hayotga qaytarishning yagona usuli sifatida buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti tavsiya etilgan. Men 2 yildan beri gemodializ olaman. Operatsiyaga ehtiyoj bor edi. Endi shu operatsiyani bepul qilib berilgan bo'ldi. Tuman tibbiyot birlashmasida amalga oshirilgan mazkur murakkab jarrohlik amaliyoti qariyb 6 soat davom etdi. Unda bemorga opasi Muattar Sayfiddinovaning bir buyragi ko'chirib o'tkazildi. Hozir opa-singilning ahvoli yaxshi va shifokorlar tomonidan tibbiy nazoratga olingan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bugungi kunda zamonaviy tibbiyot og'ir buyrak xastaliklariga chalingan ko'plab bemorlar hayotini saqlab qolish imkonini bermoqda. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordamning asosiy zamirida yuqori texnologiyalar yotibdi. So'x tumanida bugun Farg'ona viloyat markazlarida bo'lgani kabi multispiral kompyuter tomografiyasi, yuqori texnologik apparaturalardan endovideolaparoskopiya, ya'ni qorin chov bo'shlig'i sohasidagi amaliyotlarni tiq tekkizmasdan operatsiya qilishga mo'ljallangan endovideolaparoskop apparatlari va bunga o'xshagan bir qancha yuqori texnologik apparaturalar bilan ta'minlanganki, eng asosiy bugungi kunda bizni oldimizda turgan masala bu So'x tumanini yuqori malakali va ilmiy salohiyatga ega bo'lgan kadrlar bilan ta'minlash masalasi turibdi. Davlat tomonidan tibbiyot xodimlarini faoliyat ko'rsatish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Quvonarlisi shundaki, yurtimizda davlatimiz rahbari tomonidan tibbiyot sohasini rivojlantirishga berilayotgan alohida e'tiborning samarasi o'laroq, bir paytlar eng ilg'or xorijiy mamlakatlar klinikalari, keyinchalik poytaxtda bajarilgan yuqori texnologik amaliyotlar bugun nafaqat viloyatlar markazida, balki So'x kabi olis va chekka tumanlarda ham bosqichma-bosqich joriy etilyapti. Eng muhimi, ushbu noyob va murakkab jarrohlik amaliyotlari orqali mahalliy shifokorlarning ham tajribasi ortmoqda. Yaqin vaqt ichida ular bunday murakkab muolaja usullarini o'zlari mustaqil bajara olishadi.